hoca keladi. Bu bilib qo'yaylik, mana shu deganimizdan keyin bilamiz olamiz. Ya abati, inni axafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna ey hoji, sizni shayton vasvas qilyapti ekan. Tosh oting va shaytonni qo'ying. Hojar onamiz mana shunday yerdan toshni olib turib boyagi shaytonga otadi. Shayton qochadi. Undan keyin kichkinasi kelib endi Ismoil alayhisalomni vasvas qiladi. Ey Ismoil, oting seni so'ygan olib ketyapti. Tezda qo'llaridan qochib qutulib qol, joning og'riydi. Deganda Ismoil alayhisalom otasiga aytadi: "Ey otajon, shayton meni vasvas qilyapti. Nima qilay?" deganda, "Oting ey Ismoil, toshni oting unga" deydi-da, yerdan toshni olib nima qiladi? Ismoil alayhisalom shaytonga otadi. Hoji akalar, mana shu katta, o'rtancha va kichkina shaytonga tosh otishlik bu siz bilan bizni hajimizni rukunlariga, manosiklariga kirib qo'ygan. Buni tarixi mana shunga borib taqaladi. Hozir shu katta shayton, o'rtancha va kichkina shayton bor. Shunga bizni hojilarimiz nima qiladi? Kunniga borib 7 marotabadan tosh otib keladi. Va har bir otgandan keyin borib Ka'batullohni tavof qiladi. Bu hajimizni manosiklariga kirib qoldi. Ikkalovlari taslim bo'lib uni nima qildi? Peshonasigacha yotqizganda biz unga nima qildik? Nido qildik. Va nadaynahu ayya Ibrohim. Biz unga nido qildik: "Ey Ibrohim, qad saddaqta ru'ya inna kazalika najzil muhsinin." Bataqiqsiz tushni tasdiq qildingiz. Albatta biz mana shunday go'zal ish qilguvchilarni mana shunday bir chiroyli mukofotlar bilan mukofotlab qo'yamiz dedi. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhisalomni mana shu yerda maqtayapti. O'g'lini yotqizib qurbonlik qildi. Ya'ni pichoqni tortganda pichog'i o'tmadi. Ha endi pichoq o'tmay qoldi-da, bo'ldi endi qutulib qolibmiz demasdan, balkim qattiqroq tortdi. Bor kuchi bilan tortdi. Farzandga bo'lmayapti, o'tmayapti. Natijada bu achchig'i kelib turib toshga uradi. Bilasizlar tarixda. Toshga urganda tosh yorilib ketadi. Alloh subhanahu va taolo Ismoilni shunday holatdan qutqarib qo'ydi. Va Ibrohim alayhisalomga Alloh taolo aytayapti: "Siz tushingizni tasdiq qildingiz. Albatta biz mana shunday go'zal sinovlarimizdan o'tganlarni mukofotlab qo'yamiz" dedi. Alloh subhanahu va taolo inna hadha lahuval bala'ul mubin dedi. Albatta bu ochiq oydin sinovning o'zi edi. Ochiq oydin bu Ibrohim bilan Ismoilga balo edi. Ya'ni balo degani mana shunday qattiq sinov edi. Va fadaynahu bi zibhin azim. Biz uni o'rniga katta qurbonlikni fido qildik deydi Alloh taolo. Va mana shu o'g'lini so'yishlikdan oldin Alloh subhanahu va taolo bularni bu sinovdan qattiq qutqardida va o'rniga siz bilan bizga qurbonlik qilishlik uchun nima qildi? Bitta qo'yni tushirdi. Va tarakna alayhi fil akhirin. Va keyingilar ichida ham uning uchun olqishlar bo'lsin. Salamun ala Ibrohim inna salamun ala Ibrohim kazalika najzil muhsinin. Ibrohimga salomlar bo'lsin. Ibrohimga salomlar bo'lsin deyapti Alloh taolo. Biz go'zal amal qilguvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. Innahu min ibadinal mu'minin. Chunki u bizning haqiqiy mu'min bandalarimizdan. Alloh subhanahu va taolo mana shunday qilib Ibrohim alayhisalomni Qur'oni Karimda maqtadi. Bu kishi mana shu tushda ko'rgan narsani bu ro'yo ekan demasdan darhol bajarishlikka urindi. Va Alloh subhanahu va taolo bu kishini Xalil deb, meni do'stim deb. Rivoyatlarda keladi, bu kishi vafot etishdan oldin Azroil alayhisalom kelib jonini olmoqchi bo'lganlarida bu kishi aytar ekan. Ya'ni bilasizlar, payg'ambarlarga ixtiyor beriladi jonini olishlikdan oldin. Jonini olishlikni iznini so'rab kelganda aytar ekan: do'sti ham jonini olar ekanmi der ekan. Allohdan keldi bu amr desa, do'sti ham jonini olar ekanmi der ekan. Desa Azroil alayhisalom hayo qilib uyalib chiqib ketgan ekan, Robbisiga aytgan. Alloh subhanahu va taolo aytgan ekan, do'sti oldiga kelishini xohlamaydimi degan ekanlar.
Mana shunday qilib Ibrohim alayhissalomga dunyoda ham oxiratda ham salom bo'lsin. Azizlar, vaqtimiz yaqinlashib qolyapti. Demak, xulosa o'rnida aytamizki, bu hayit siz bilan bizga ulug' ayyomlardan. Eng birinchi qiladigan ishimiz bu qalblarimizni poklaylik. Qalblarimiz pokligi nima bilan bo'ladi? Bu taqvoyimiz bilan bo'ladi. Undan keyingisi gunohlarimizga tavba qilib olaylik. Bu tavba qiladigan fursatlar va Qur'oni Karimga yaqinlashaylik. Qur'onni farzandlarimizga o'rgataylik. Farzandlarimizga Qur'on o'zi hamma narsani o'rgatadi. Ibrohim alayhissalomda mana shu qissalarini o'qigan farzand otalariga qanday muomala qilishini albatta o'rganadi. Undan keyin farzandlarimizga mana shu dinimizni o'rgatib qo'yaylik. Alloh subhanahu va taolo kelajakda bulardan solih zurriyotlar chiqaradi va siz bilan bizni inshaalloh nima qiladi? Duo qiladi. Azizlar, mana shu narsalarga amal qilaylik. Bugun hayitimiz inshaalloh mana shunday bir go'zal holatda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizdan o'zi rozi bo'lsin. O'zi rozi bo'ladigan amallarda bizlarni bardavom qilsin. Bizni yurtimiz Qirg'izistonda, xosatan mana shu O'sh shahrimizga Alloh subhanahu va taolo tinchligini, ofiyatini, xotirjamligini, iymon nurini yog'dirgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo masjidlarimizni mu'minlar bilan obod qilsin. Alloh subhanahu va taolo hech bitta benamoz odam qolmasin. Alloh taolo masjidlarga keladigan qalblarini yumshoq insonlardan qilib qo'ysin. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Azizlar, bugun ozgina bir eslatmalarimiz bor. Undan keyin inshaalloh masjidimizga hayitliklaringlarni tayyorlab turasizlar. Keyin inshaalloh mehmonlarimizga so'z beramiz. Keyin inshaalloh Eidul Adha namozini inshaalloh ado qilamiz. Bugun xursandli kun, quvonarli kun. Qabristonlarga chiqishlik yo'q, hurmatli jamoat. Buni doim imom domlalarimiz bezillab aytamiz, ammo ko'pchilik bilganini qilib qabristonlarga chiqib, ziyorat qilib, dillarini xuton qilib, yig'lab mana shunday qilib tushadi. Bu shariatda man qilingan ekan. Shu inshaalloh bugun hayit, kecha Arafa ham chiqmasdan keyin chiqaverasizlar hoji kelar. Bugun qabristonlarga chiqishlik yo'q ekan. Yaqinlari o'tgan insonlar patoga borib, yaralarini yangilashlik kerak emas ekan. Bugun bayram ekan. Alloh bayram qilib berdimi, demak bayram qilamiz ekan. 1-2 kundan keyin yana chiqib, o'sha patolarga borib yuraveramiz.